O'zingiz tanishtirasizmi? Nima dey? Shu Meni tanib nima qiladi? Shu Bahor tibbiyot markazimizni tanisa bo'ldi-da. Vitaminkani odamlar eskidan taniydi. Endi shu yangi ishni boshladik. Shularni tanisin-da. Biz Sobir tutqanoq davolashga harakat qilyapmiz-da. Bilsang, tutqanoq o'zi qiyin masala-da. Hozir vrachimiz juda yaxshi nimalarni ko'rsatyapti, yaxshi natijalarni. Shunga apparaturalarda ham, boshqalarda ham olib kelib qo'yganmiz. Endi odamlar sekin o'rganyapti. Baribir odamlarda qo'rquv bor-da, muncha pul sarflayman, boshqa qilaman, baribir natija bo'lmaydi deydi. Endi harakat qilsak, odamning o'ziga ko'p narsa bog'liq-da. Haligi uydagilar ham yordam berish kerak, kasalni, bemorni o'zi ham qattiq harakat qilish kerak. Vrachimiz bu yoqdan yordam berish kerak-da. Haligi puldan qochaman, anaqa qilaman desa, to'g'ri qiyin masala-yu. Bir bunaqa ashaddiy yondoshsak, hammamiz birga yechsa bo'ladi muammo. Mana tutqanoqning davosi bor.